Assalamu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Anglayotganinglar Uyg'ur ovozi internet radiosi. Bugun shanba 14-aprel. Germaniyada soat 11. Tövəndə sizlərə bu qitimqi anlatışımızın asosiy mazmunlarini qisqacha tanıştırıb ötimiz. Otandan keyin Qashqarda cho'ng tutqun boshlandi. Xitoy prezidenti Jiang Zemin Germaniyada. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda ikkinchi bosqichli qattiq zarba berish harakatini boshladi. Qashqarda cho'ng tipdagi chet el radiolarini to'sish stansiyasi qurildi. O'qituvchi Abdurahmon diniy faoliyatga qatnashganligi uchun qo'lga olindi. Qashqarda har qanday kishining chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishi cheklandi. Milliy davlat va milliy mustaqillik haqida nomli cho'ng hajmli maqola jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Urumchida qayta tarbiya elish kursiga qatnashayotgan diniy zotlar kursini oxirlashtirib uylariga qaytdi. Urumchida mingga yaqin o'smir xalq maydonida partiyaga sodiq bo'lish haqida qasam qildirildi. Sharqiy Turkistonning bosh balasi Xitoy ko'chmanlari Şinjan Universitetida g'ulg'ula. Peshqadam yozuvchi, shoir, jamoat arbobi va markazimizning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Ahmad Egambadining Jinning qasdi Shaptulda degan maqolasi. Programmamizning oxirida mujohidimiz Zulfiqar Muhammadning echinishlik 3 yillik turmush fojiasini anglaysizlar. Tövəndə xəbər anlatımız. Gerçi dünya cemaatçiliki ve xalqaro tashkilotlar Xitoy hukumatini Amerikadagi 11 sentabr voqeasini bahona qilib, Uyg'urlarning inson haqlariga tajovuz qilmaslikka chaqirib kelgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoy hukumati dunyoning bu chaqirig'iga quloq solgani yo'q. Aksicha qattiq zarba berish harakati degan nom ostida Sharq Turkistonda begona Uyg'urlarni tutqun qilib jazolashni davomlashtirib kelmoqda. Egallashimizcha 3-ayning 28-kuni Xitoy hukumati Sharq Turkistonning Qashqar rayonida sud yig'ini chaqirib, 14 nafar Uyg'urni milliy bo'lgunchi qonunsiz diniy unsur degan nomlar bilan turli qamoq jazolariga hukm qilgan va bundan boshqa yana shu kuni 52 nafar Uyg'urni yuqorqidek bahonalar bilan tutqun qilgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Uyg'urlarning milliy harakatini yo'qotishni maqsad qilgan qattiq zarba berish harakatini o'tgan yili 4-oyda boshlagan edi. Xitoy hukumati bu harakatning birinchi bosqichida 4-oyning 21-kunidan 29-kunigacha bo'lgan bir hafta ichida 500 dan ortiq kishini muddatlik va muddatsiz qamoq jazolariga hukm qilgan va bularning ba'zilariga o'lim jazosi berib, darhol etib o'ltirgan edi. O'tgan yili bu harakat boshlangan tunji oyda Qashqar viloyatida 186 Uyg'ur milliy bo'lgunchi qonunsiz diniy unsur degan bo'xtonlar bilan qo'lga olingan bo'lib, bularning ichidagi 153 nafari hech bir dalil isbotsizlar o'lim jazosiga, muddatsiz va muddatlik qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Ayni chog'da bu xabar Xitoy hukumatining gazetalaridami xabar qilingan. Mana hozir oradan 1 yil o'tgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati qattiq zarba berish harakatini davomlashtirib kelmoqda va ko'plagan beguna Uyg'urlarning o'lishiga va turmularga solinishiga sababchi bo'lmoqda. Undan boshqa yana bizning egallashimizcha, yaqinqi mezgildan buyon Xitoy hukumati Sharq Turkistonda ideologiya sohasida milliy bo'lgunchilarga qarshi turish degan nomda yana yangi siyosiy harakat qo'zg'ab, Uyg'urlarni Xitoy hukumati tomonidan o'ydirib chiqarilgan Sharq Turkiston haqidagi yolg'on tarixni o'rganishga majburlamoqda va Uyg'ur yozuvchi, shoir va adiblarimizga qaratgan siyosiy besim va hujumni kuchaytmoqda. Navbatda Janava shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari yig'ini chaqirilayotgan bir paytda Xitoy hukumatining yana beguna Uyg'urlarni tutqun qilib jazolayotganligi va Uyg'ur xalqining insoniy haq huquqlarini qattiq dafsanda qilishini davomlashtirayotganligi Xitoy hukumatining xalqaro qonun nizomlarini oyoq osti qilayotganligining va dunyo jamoatchiligini ko'zga ilmayotganligining isbotidir. Shunga xalqaro tashkilotlar va dunyo jamoatchiligi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan vahshiy qilmishlariga qarata texnik kuchli holda inkos qaytarishi lozim.
Xitoy prezidenti Jiang Zemin aprelning 8 kunidan boshlab Germaniyadagi 6 kunlik rasmiy ziyoratini boshladi. Ziyoratning birinchi kuni Jiang Zemin Germaniya bosh ministri Gerhard Schröder bilan uchrashdi. Bu uchrashishda ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy to'xtamlar muzokara qilinishidan burun birinchi bo'lib Xitoydagi kishilik huquq masalasi o'ttirg'a qo'yildi. Bosh ministr Schröderning tashqi ishlar maslahatchisi Kastrop Xitoy tashqi ishlar ministri Chouning oldiga xalqaro kechirim tashkiloti tuzib chiqqan Xitoydagi qo'lga ilinganlarning tizimligini qo'ydi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Kong Chuan jurnalistlarga Xitoyda kishilik huquq masalasining yaxshilanganligi va buningdan keyin texmo yaxshilanganligi haqida bayonot berib o'tdi. Dal shu vaqtda bosh ministr binosining sirtida Uyg'urlar, Falun Gongchilar, Xitoy demokratik tashkilotlaridan bo'lib 300 dan ortiq kishi inson haqlari va mustaqillik talab qilib namoyish o'tkazdi. Xalqaro kechirim tashkilotining materialida o'ttirg'a qo'yilishicha, Xitoyda bu yil kishilik huquqning dafsanda bo'lishi o'tgan yildagiga qaraganda 2 hassa ko'paygan bo'lib, 2001-yili jami 3048 odam o'lim jazosiga hukm qilinib o'ldirilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining aniqlashicha, Xitoyda faqat bu yil yangi yildan oldingi oyga qadar bo'lgan oraliqda 2960 nafar kishiga o'lim jazosi hukm qilingan va uning ichida 1781 nafari darhol ijro qilingan. Tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti Jiang Zeminni Germaniya oliy darajalik advokat idorasiga o'lim bilan oxirlashgan jismoniy yorlig'uvchi va xatarlik jismoniy yorlig'uvchi deb arz qilgan va shuning bilan birga Jiang Zemin Tibetliklarning, Uyg'urlarning va Falun Gong tarafdorlarining qiynag'uvchisi deb qaragan. 9 aprel tushdan keyin Jiang Zeminni Germaniya prezidenti Janobi Rao qabul qildi. Janobi Rao bilan Jiang Zemin o'rtasidagi suhbatda ikki davlat o'rtasidagi madaniyat va oliy ma'rif tarbiyalash aloqasini kuchaytirish, Berlinda Xitoy madaniyat instituti qurish qatorliq masalalar muzokara qilindi. 10-sida Jiang Zemin Potsdam, Dresden, Goslar va Wolfsburgdagi mashina zavodi qatorliq joylarni ziyorat qildi. Jiang Zeminning bu ziyorat jarayonida Volkswagen mashina zavodining Shanxaydagi sherik zavodining to'xtamini 2030-yilgacha uzatish masalasini muzokara qildi. Jiang Zeminning bu qatimqi ziyorati ikki davlat munosabat o'rnatgan 30 yildan buyon ikkinchi qatimliq Xitoy davlat boshlig'ining Germaniyani ziyorat qilishidir. Öz muxbirimiz Uçqunning Urumchidan yo'llagan xabari. 8 fevral kuni Urumchida qattiq zarba berish harakatining ikkinchi bosqichiga kirganligi munosabati bilan Urumchi saqchi doiralarining safarbarlik cho'ng yig'ini ochilgan. Yig'inda o'tgan yillik qattiq zarba berish harakatining xulosa dokumenti o'ttirg'a qo'yilgan. Mazkur dokumentdan ma'lum bo'lishicha, Abbas Ahmad, Qosim Muxtar ismli kishilar siyosiy partiya qurgan bo'lib, bular o'tgan yildagi atalmış qattiq zarba berish harakati davomida yo'qotilgan. Saqchi doiralarining bu dokumentida yana o'tgan yili harakat davomida maxfiy diniy faoliyat so'rini va aloqalish o'rni bo'lib kelayotgan 48 o'rinning bayqalganligi hamda bu o'rinlardan 1200 parchadan ko'proq siyosiy va diniy mazmundagi qonunsiz kitob va boshqa nashr buyumlarining qo'lga tushirilganligi aytilgan. Yig'in oxirida Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining muavin noziri Dujanti Yoshlar gazeti muxbirining ikkinchi qatimliq qattiq zarba berish harakatining qandoq ilib berilishi haqidagi so'ralgan savoliga javob berib, birinchi bosqichlik qattiq zarba berish harakati oxirlashdi. Ikkinchi bosqichlik harakat allaqachon boshlanib ketdi. Bu bosqich bu yil 7-oygacha davom qiladi. Ikkinchi bosqichlik qattiq zarba berishning asosiy nishoni yanada diniy asabiy kuchlar, milliy bo'lgunchi kuchlarning katavashlari va Falun Gongchilar bo'ladi degan. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, Xitoy doiralari o'tgan yili 4-oydan boshlab Sharqiy Turkistonda Uyg'ur mustaqillik kuchlarini bostirishga qartilgan atalmış qattiq zarba berish harakatini boshlagan edi. Harakat boshlanib bugun qadar bo'lgan oraliqda bir qancha ming Uyg'ur turlik siyosiy bo'htonlar bilan qo'lga olindi.
Bulardan 50'den artıq kişiге ölüm cezası verilip, naq meydanda icra qılındı. 6000'dan artıq kişiге türlük müddetlik ve müddetsiz qamaq cezası hüküm qılınıp, Xitay zindonlariga taşlandı. Növətdə yeni bir növətlik bastırış hareketi başlandı. Bu deganlik 7. aygacha, yani qançılğan biguna qarindaşlarımızın Xitay turulmalariga taşlanışı ve nahaq qatl qilinishidan darak berdi. Yaqinqi kunlardan buyon Xitoy doiralari tarafidan Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish bo'yicha qayta tarbiya elish harakati navbatda mas'ala topshirish bosqichiga kirgan. Muxbirimiz yo'llagan ma'lumotdan ma'lum bo'lishicha, Qashqar Konishar noyisi Mush yezisidagi Abdurahmon ismli bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi sog'lom bo'lmagan kitoblarni saqlagan, diniy faoliyatga qatnashgan degan ayblashlar bilan xizmatidan haydalib qo'lga ilindi. Bu xabar 4-yillardagi Xitoycha Qashqar gazetida rasmiy e'lon qilingan. Öz muxbirimiz Abdullah Pamirning Qashqardan yo'llagan xabari. Xitoy hukumatı yaqinda nurg'un pul sarf qilib, Qashqar shahrining sharqiy qismiga joylashgan Arslonbog' kentiga maxsus chet el radio to'lqinlarini to'sadigan kashili paydo qilish stansiyasini qurib, ishga tushirgan. Buning bilan Sharqiy Turkistonning janubidagi viloyatlarda Erkin Asiya radiosining Uyg'urcha anglitishi, hatto Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining o'zbekcha anglitishlari yaxshi anglanmaydigan bo'lgan. Bundan burun bu xil kashilik qilish stansiyasining eng cho'ng Urumchida bo'lib, shimoliy rayonlarda Erkin Asiya radiosini yaxshi anglag'ili bo'lmaydi. Janubiy viloyatlarda kichik tipdagi kashilik qilish stansiyasi bo'lsa-mu, kashilik qilish iqtidori ojiz bo'lg'achqa yomon emas anglanadi. Qatma-qat siyosiy besimlardan yurgi siqilgan, saxta tashviqotlardan bezor bo'lgan xalqimiz chet el radio to'lqinlari orqali tashqi dunyoga bog'lanib, siqilgan ruhiga oz to'la tasalli topadi va umidlanadi. Shu vajidan yaqinqi yillar ichida Uyg'urlar orasida radio anglash tez umumlashib ketgan edi. Birmuncha kishilar yenidan radioni ayirmaydi. Radiodan anglaganlarini cho'ng yangilik sifatida bir-biriga yetkazishadi. Lekin mustabid Xitoy hukumatı xalqimizning shunchalik erkinligini yo'q qilishga urindi. Xuddi madaniyat inqilobida qilganiga o'xshash radio anglashni chekladi. Ba'zi joylarda kishilarning radiosini yig'ib oladigan, radio anglag'uvchilarni jazolaydigan g'alati hodisalar sodir bo'ldi. Ammo Xitoy hukumatı yanada xotirjam bo'lolmay, bu qatim 3 million yuandan ortiq pul sarf qilib, Qashqar Arslonbog'dagi cho'ng qashil paydo qilish stansiyasini qurib chiqqan. Insonlikqa va madaniyatga yot bo'lgan bundaq g'alati ta'qiplash Sharqiy Turkistondan boshqa dunyoning ikkinchi bir yerida yo'q bo'lsa kerak. Yaqinda Qashqar yerlik hukumat doiralari uqtirish tushirib, har qanday kishining chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishini cheklagan. Oldingi hafta xabar qilganimizdek, 2 hafta burun Qashqar shaharlik 4-o'rta maktab to'liq o'rta 1-yillik o'quvchisi Abdukim Yaqub siyosiy o'rganishlarni to'xtatish haqida maktab mudiriga xat yozganligi sababidan Xitoy saqchi doiralari tarafidan qo'lga ilingan edi. Bu voqea munosabati bilan Erkin Asiya radiosining muxbirlari Qashqar shaharlik 4-o'rta maktab, Qashqar shaharlik ma'rif idorasi va Qashqar viloyatlik davlat bexatarlik idoralariga bevosita telefon qilish orqali bu voqeaning rostligini isbotlagan. Qashqar yerlik hukumat doiralarining tuyuqsiz bundoq uqtirish tushirishi ehtimol mushu ish bilan munosabatlik bo'lsa kerak. Öz muxbirimiz Ushqunning Urumchidan yo'llagan xabarga qaraganda, ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi turish bo'yicha uyushtirilgan atalmış vatanparvar diniy zotlarning tunji qaror qayta tarbiya elish kursini tugatgan 213 nafar vatanparvar islom dini ulamosi 29 mart kuni Urumchining uylariga qaytishgan. O'qish tugatish munosabati bilan uyushtirilgan xo'shlashish yig'inida Uyg'ur Abdunum rayonlik birlik saf bo'limining boshlig'i Jang Yujang so'z qilib, o'qish tugatgan bu vatanparvar diniy zotlarning yurtlariga qaytgandan keyin imomlik qilish uchun xutbaga chiqqanda partiyaning siyosatlarini himoya qilish haqidagi so'zlarni va davlatning g'arbni ichish siyosatiga foydali bo'lgan so'zlarni ko'proq so'zlashini, shuningdek milliy bo'lginchilik ideyasi, diniy asabiylik
va qonunsiz diniy faoliyatlarni ko'plab tanqid qilishni talab qilgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, bu xil qayta tarbiya olish sinflari bundan keyin har qaysi viloyat markazlari va nahiyalarda ochilib, Uyg'ur avtonom rayonidagi cho'ng kichik masjidlarning barliq imomlari qayta tarbiya olib, atalmış vatanparvar diniy zotlardan qilib yetishtirildi ekan. Yaqinda Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Qirg'iziston va Qozog'istondagi Uyg'ur jamiyatlari va siyosiy tashkilotlarning vakillari vatanparvar Uyg'ur yozuvchilar, shoir va olimlarning o'rtaq qalam tavirtishi bilan milliy davlat va milliy mustaqillik haqida nomli cho'ng hajmlik maqola yozilib, jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Bu maqola Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining sobiq raisi Nurmamat Kanjining O'rta Osiyodagi Uyg'ur jamoatchiligi ichida tarqitib yurgan Uyg'ur jamoatchiligiga 3 ko'z qarash, bugungi vaziyat haqida o'zlashtirish iqtisodiy va etnoslar ideologiyasi qatorliq 3 parcha maqolasida ilgari surilgan Uyg'urlarga mustaqillik davlat kerak emas degan salbiy safsatasiga qarshi yozilgan bo'lib, mo'l tarixiy paket va real amaliyotlar orqali Uyg'urlarning shonliq tarixi, bugungi mustaqillik orzusi, bir millatning mavjud bo'lib turishi va rivojlanishi uchun milliy mustaqillikning qanchalik muhimligi qatorliq masalalar qoyil qilarliq bayon qilingan. Bu maqola Bishkekda chiqadigan Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati tarafidan chiqarilayotgan ittifoq gazetining 2002 yili 3-oylik soniga besilib tarqatilgandan keyin O'rta Osiyodagi Uyg'ur jamoatchiligi orasida kuchli ta'sir paydo qilgan. Kishilar bu maqola hamma Uyg'urga bir qatimliq vatanparvarlik darsi bo'ldi deyishgan. Bu maqola ittifoq gazetida e'lon qilingandan sirt yana Bishkekdan beriladigan Uyg'urcha radio anglatishida anglatildi va Dunyo Uyg'ur axborot tori elektronlik xabarnomasi orqali dunyoga tarqatildi. Öz muxbirimiz Bog'daning Urumchidan yo'llagan xabari. 30 mart kuni Urumchidagi xalq maydonida Urumchi shahridagi har qaysi o'ttir boshlang'ich maktablardan kelgan 1000 ga yaqin har millat o'smir bolalarining qatnashishida Xitoy Kommunistik Yoshlar ittifoqi qurilganligining 30 yilligini xotirlash va qasam berish cho'ng yig'ini o'tkazilgan. Mazkur faoliyatda o'smir o'quvchilar xalq maydoniga o'rnatilgan atalmış Şinjanning tinchlik bilan ozod bo'lganligi xotir munorasining oldiga tizildirilib, qahramonlar ruhini xotirjam qilib, mangu partiyaga agishib manaman deb qasam qildirilgan. Muxbirimizning bildirishicha, navbatda Sharq Turkistondagi barliq milliy o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar har kuni atigini Xitoy davlat bayrog'i esilgan maktab maydoniga yig'ilib, dag'dug'liq bayroq chiqarish musobaqasiga qatnashadi ekan. Va vatanimizning birligini qo'g'daymiz, milliy bo'lgunchilarga qarshi turamiz degandek shuarlarni tovlaydi ekan. Bu ish maktabning eng muhim siyosiy vazifasi deb qaralib, maktablarning mudir, sekretarlari va o'qituvchi o'quvchilarning qatnashishida elib berildi ekan. Uningdan boshqa barliq sinflar va o'qituvchilar ishxonalarining temiga bundan burun chaplangan Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, Abduxoliq Uyg'ur, Limutallib qatorliq Uyg'ur olim mutafakkurlari va vatanparvar yozuvchi shoirlarning suratlari, aqliya so'zlari va she'r parchalari elib tashlanib, uning o'rniga milliy bo'lgunchilikka qarshi turib, vatanning birligini qo'g'dayli. Şinjan Jungo'ning ayrılmaz bir qismi degandek siyosiy shuarlar chaplatqizilgan. Maktablarda kunsiri avj elib ketayotgan siyosiy faoliyatlar kishilarga madaniyat inqilobining siyosiy bo'ron chapqinlarini eslatib, ularda madaniyat inqilobi yana boshlanyapti degandek andishalar paydo qilmoqda ekan. Öz muxbirimiz Bog'daning Urumchidan yo'llagan xabari. Aprel oyining kirishi bilan ishqir Xitoydan Sharq Turkistonga keladigan ishlamchi Xitoylarning soni shiddat bilan ko'payib, Urumchi poyezd vokzali odam dag'inziga aylangan. Statistika qilinishicha, navbatda har kuni ishqirdan kelayotgan oqqon Xitoylarning soni necha 10 mingga yetadigan bo'lib, bularning bir qismi Urumchida qolgandan sirt
ko'pchiligi Sharq Turkistonning shimoli va janubidagi har qaysi cho'ng shaharlar va nohiya markazlariga ketadi ekan. Ishkir Xitoydan keladigan ishlamchi Xitoylarning bu yil favqulodda ko'payib ketishiga, birisi g'arbni echish chaqirig'i chiqarilgandan keyin Ishkir Xitoydan Sharq Turkistonga kelib yerlashayotgan yangi zavod, kan korxonalarni ochadigan Xitoy korxona va shirkatlari tez ko'payib ketdi. Bular Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi o'zlari setib olgan joylarda bas-basda qurilish boshladi. Qurilish qilguvchi Xitoy shirkatlari yerlik kishilarni ishlatmasdan Ishkirdan Xitoy ishlamchilarni taklif qilib ishlatyotdi. Yana birisi Wang Luchanning bir oy burun maxsus uqtirish tushirib, Ishkir Xitoydan keladigan oqqon Xitoylardan elinadigan turli haqlarni bekor qildi. Bu mohiyatda Xitoylarning Sharq Turkistonga texmi ko'plab kelish uchun qilingan chaqiriq edi. Xitoy oqqonlarining ko'plab kelishi Sharq Turkistondagi yerlik aholining texmi ishsiz qolishiga, turli jinoyatchilik qilmishlarining hassilab ko'payishiga, shuningdek Uyg'urlar bilan ko'chman Xitoylar orasidagi o'chmanlikning texmi kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Öz muxbirimiz Bogdan'ın xabar qilishicha, yaqinda Şinjan Üniversitesining o'g'illar yataq binosiga homildarlikdan saqlanish qopchig'ini avtomatik setish sandiqi o'rnatib qo'yilgan. Bu ish maktabdagi Uyg'ur o'quvchi va o'qituvchilarning qattiq noroziligini qo'zg'ab, cho'ng g'ulg'ulga sabab bo'lganligi uchun maktab doiralari 5-fevral kuni avtomatik setish sandiqi qopchig'ini elib etishga majbur bo'lgan. Maktabda bu haqda g'ulg'ul avj olgan kunlarda muxbirimiz ahvol egallash uchun berib, bir qism o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbat o'tkazgan. Bir o'qituvchi o'z ko'z qarashlarini bildirib, mayli milliy axloq nuqtasidan bo'lsin, mayli diniy axloq nuqtasidan bo'lsin, bu ish biz Uyg'urlarga qilingan masxara bo'ldi. Maktab bu ishda bakli mas'uliyatsizlik qildi. Men 80-yillari mushu maktabda o'qigan. U chaqlarda jinsiy axloq alohida qadrlanadi. Esimda qolishicha, shu chaqda bir qiz homildor bo'lib qolganligi uchun o'g'il do'sti bilan qo'shib maktabdan chekindirilgan edi. Bugungi kunga kelganda maktab o'zi bu narsalarni tarqitib yuriydi degan. Yana bir o'g'il o'quvchi, bu degan milliy rayon. Bundaq ishda yerlik millatning hissiyotiga hurmat qilish kerak. Maktabning bu qilig'i jinsiy buzuqlikni targ'ib qilganlik bo'lmaynimi? Oldingi yil Qashqarlik bir qiz savoqlashim o'qishni tashlab qaytib ketdi. U ketish vaqtida menga echinib turib, bu yerdagi axloqsizliklarga chidab tura olmadim. Maktab odam bozadigan joy bo'lib qopti. Men qaytib ketib, namozimni o'qib, pokiza muhitda yashayman degan edi. Uning so'ziga endi tushunyapman degan gaplar bilan o'z noroziligini bayon qilgan. Darvaqa har bir millatning o'ziga yarasha axloqiy tushanchalari va qimmat qarashi bo'ladi. Bu xil tushancha va qimmat qarashining qadrlanmasligi ham maqsadlik buzg'unchilikqa uchirtilishi shu millatga qilingan haqorat va ig'ir yo'qotish bo'lib hisoblandi. Uyg'urlar azaldan jinsiy axloqqa alohida e'tibor bilan qarab kelgan xalq edi. Uyg'ur qizlarining to'y kunigacha ippitini saqlashi eng muhim axloqiy o'lchamlardan biri sanaladi. Afsuski bizda o'z milliy axloqimizni qo'g'dash huquqi bo'lmaganligi uchun uning ustiga Xitoy mustamlikachi doiralari bizning milliy va diniy axloqiy qadriyatlarimizga maqsadlik yo'qotish siyosati yurgizib kelgachga bizning axloqiy sifatimiz tuvanlab ketdi. Ko'ch-ko'ylarga Xitoylar tarafidan choplab qo'yilgan qizlik pardasini tuzash operatsiyasi qilamiz degandek sharmanda e'lonlarning ko'payishi bilan qizlarimiz qizlik ippitini yo'qotishdan ancha ansirab ketmaydigan bo'lishdi. Sharq Turkistonning cho'ng kichik shaharlariga yomg'irgan Husni tuzash satrashxonasi nomidagi Xitoy poshxonalari Uyg'ur yigitlarining jismini bo'lg'idi. Hürmetli radio anlıqçılar, tövəndə peshqadam yozuvchi jamoat arbobi Ahmad Egambadining Jinning qasdi Shabdulda degan maqolasini anglatamiz. Beijing davlat terrori siyosatining atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi qonxo'r jallati Wang Luchan yaqinda qonunsiz holda bir buyruqni e'lon qildi. Bu buyruqning asosiy mazmunida Xitoy kommunist bosqinchilarining
Şarkı Türkistan'ın kanunu igisi bo'lgan Uyg'urlarning necha ming yillardan buyon ishlatib kelayotgan Uyg'ur madaniyatini dunyoga tunutgan ana tiliga qarata jazo yurgizishni boshlab, o'zining qonliq qilichini millatimizning qalbining ochquchi bo'lgan ana tilimizga uzatib, butun millatimizning qalbida unutilmas yara paydo qildi. Wang Luochen o'zining buyrug'ida Xinjiangdagi Uyg'ur maktablarining saposi tuvanmish. Buning sababi Uyg'ur tilining hozirgi muarifga mos kelmasligimiş. Muarifning saposini yuqori ko'tarish uchun Uyg'ur boshlang'ich maktablarining 3-yillikdan boshlab darslarni Xitoy tilida yurgizganligini mutahamlik bilan e'lon qildi. Xitoy hukumatining asosiy qonuni va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining avtonomiya qonunlarida ko'rsatilgan asonliq millatlarning til yoziq huquqlarini %100 yo'qqa chiqargan. Wang Luochenning bu buyrug'i Beijing hukumatining Uyg'ur xalqiga qarata yurgizayotgan milliy assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik fashistik siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblandi. Kommunist Xitoy bosqinchilarining o'tmishdagi feodal militarist ota-bobolarining mustamlikachilik ana jaddisiga varislik qilib va uni texmi taraqqiy qildirib, millatimizning milliy mavjudligiga qarata 50 yildan buyon vatanimiz tarixida misli ko'rilmagan qonliq qirg'in milliy tozlashlarni to'xtatmay davomlashtiryapti. Bo'libmi 11-sentabr voqeasidan keyin terrorizmga qarshi xalqaro ittifoqning muhim avangardi qiyofatiga kirib olgan Beijing hukmronlari fursatdan foydalanib, hamda millatimizning hayotligining o'lmas belgisi ham faxri bo'lgan ona tilimizga qaratdi. Har qanday bir millatning tili aloqalashish quroli bo'lish sifatida shu millatning xarakterlik asosiy belgisi bo'lib, shu millatning shakllanishi, tarixi, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va urf-odatlari bilan chambarchas bog'langan. Bir millat deganimizda uni o'z ona tilisiz tasavvur qilish mumkin emas. Wang Luochenning Uyg'ur maktablarining 3-yildan boshlab Xitoy tilida dars o'timiz degani ochiqdan ochiq kelajak umidimiz bo'lgan avlodlarimizni siriq ajdarhoning qo'ynida xitoylashtirishdan iborat xolos. Wang Luochen go'yo Uyg'ur ma'rifiga echingan qiyofatga kirib olib, Uyg'ur tilida elib berilgan muarif to'yan saviyada bo'ladi, Xitoy tilida elib berilgan muarif yuqori saviyada bo'ladi deb jo'yladi. Bu butunlay mustamlikachilarning odam aldash o'yinlaridir. Har qanday tilni o'rganish kerak, lekin bu yerda Wang Luochenning oliy farmonida ochiqdan ochiq kommunist Xitoy cho'ng millatchiligini tilimiz va madaniyatimizga yurgizayotganligi ko'rinib turibdi. Biz o'zimizning Uyg'ur tilini ham Wang Luochen maqtayotgan oliyjanob Xitoy tilini obdan bilamiz. Necha ming yillik Xitoy tarixida Xitoy tili qanday tarixiy rollarni o'tab kelgan bo'lsa, Uyg'ur tilimi necha ming yillarning buran chapqunliq sinoqlaridan o'tib, Uyg'ur tarixida ulug' tarixiy rolni o'tab, millatimizning taraqqiyotiga o'chmas tuhfalarni qo'shib kelyapti. Narsalarni ahanglashtirish asosida ifodalashni asos qilgan Uyg'ur tili o'zining fonetikalik, grammatik, sintakslik xususiyatlari bilan so'z va jumlalarni aniq, yig'inchoq, mazmunliq, yumshoq, jaranglik ifodalash jihatdan Xitoy tilidan necha hassa yuqori o'rinda turadi. Ana shu xosiyatli Uyg'ur tili bilan buningdan necha ming yillar ilgari ota-bobolarimiz jahon shumul asarlarni yozib, insoniyat madaniyatiga o'chmas tuhfalarini qo'shgan emasmidi? Ana shu Uyg'ur tilimiz bilan Xitoylar maqtagan suv bo'yida 3 davlat haqida qissa, Qizil Ravoqdagi tush, G'arbga sayohat qatorliq dongliq 4 asrni Uyg'ur tiliga keng qushada tarjima qilgan edik. Hozirmi shu muqaddas tilimiz bilan dunyoning har xil tildagi kitoblarni tarjima qilyapmiz-ku. Jallod Wang Luochenning bu yerdagi razil qasdi vatanimiz Sharqiy Turkistondagi necha ming yillik uzun tarix, shonliq madaniyatga ega Uyg'urlarni Wang yangi avlodlarga aylantirib, atalmish Jonghua tarkibiga kirgizib, Uyg'ur millatining milliy mavjudligini yo'qotmoqchi. Biz Uyg'ur millati bu assimilyatsiya suiqasdi va fashistik siyosatni qat'iy rad qilib, uni la'natlaymiz. Biz hech qachon Jonghua millati emas. Xitoy tili bizning tilimiz emas. Biz Xitoy yoki Wang Luochenning irqidan emas. Bizning vatanimiz Xinjiang emas, Sharq Turkiston. Biz Uyg'ur. Biz musulmon. Bizning tilimiz Uyg'ur tili. Wang Luochenning maqsadi Uyg'ur maktablarida Xitoycha dars o'tkazib, Uyg'urlarning saposini yuqori ko'tarish emas,
Uyg'urlarni xitoylashtirib yo'qotish ekanligiga Xitoy maktablarida o'qib chiqib, Xitoychani to'liq o'rgangan Uyg'urlarning o'zlarining tug'ilgan vatanlarida Uyg'ur bo'lganlik jinoyati uchun tunugilli kelgan Xitoylar tarafidan xarilinib ishsiz qilayotganligi buning ochiq misoli emasmi? Bu yil BDTning madaniy muarif bo'limi dunyodagi yo'qolish girdobidagi tillar qo'llanmasini e'lon qilib, dunyodagi 6000 tilning ichida 3000 tilning yo'qolish girdobiga berib qolganligini, Uyg'ur tilining yo'qolish girdobiga berib qolganligini ogohlantirdi. Bu dunyoda hayot yashayotgan har bir Uyg'ur uchun berilgan eng jiddiy signal. So'yimli qarindoshlarimiz, necha ming yillardan buyon qahramon ajdodlarimiz vatanimizni jang maydonlarida yig'i dushman Xitoy bosqinchilari bilan qonliq jang qilib, jon berib saqlagan bo'lsa, bugungi naslimiz o'zining mavjudligini til va dindan iborat ikki qalqon orqali qo'g'dab kelgaydi. Afsuski hozir yana shu yig'i dushmanimiz Xitoy bosqinchilarining qo'lida tilimiz, dinimiz buzg'unchilikka uchrayotdi. Tilini, iymonini yo'qotgan millat tarix sayfisidan yo'qolishga mahkumdir. Shunga aqlli ota-bobolarimiz tilimizga dunyodagi eng ulug', eng mehribon ism ana ismini qo'shib ana til deb atagan. Ana tilimiz ajdodlar mirosi, millatimizning olamshumul boyligi. Biz shu til orqali tariximizni saqlagan, shu til bilan dunyoni bilib, dunyoda mavjud bo'lib turyapmiz. Biz shu til bilan kelgusimizni qurib chiqamiz, inshaalloh. Bu bizga Tangri ato qilgan haq huquqimiz. Biz Uyg'urlar bu huquqimizdan to'liq foydalanib, o'zimizni saqlab qolish uchun kurash qilishimiz lozim. Ukrainalar o'z tili haqida o'z onangni unutsang unut, lekin tilingni unutma deydi. Bizning qahramon aqlli ota-bobolarimiz o'z ona tiliga alohida ahamiyat berib, dunyoga tugamas boylik, unutilmas yodikorliklarni qoldirib ketdi. Jangovar shoir, jurnalist Qutlug' Shavqi ana tilimiz haqida bizga ana til bilgan kishining izzatini qilg'um kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'um kelur. Ey ana til bizga sen o'tgan ulug'lardan nishon. Sen bilan ruhiy zaminda iftixor etgum kelur. Deb jakolab vasiyat qoldirgan edi. Hürmetli radyo anlıqçılar, tövəndə mücahidimiz Zulfiqar Muhammadning echinishlik 3 yillik turma fojiasini anglaysizlar. Mikrofon oldida muxbirimiz Arzu. Mücahidimiz Zulfiqar Muhammad 1998 yılı qo'lga ilinib, 2000 yılı 6 ayning 14 kuni mardlarcha qurbon bo'ldi. Bu qahramonimiz qalbimizda mangu yashaydi. Zulfiqar Muhammad 1998 yılı 4 ayning 6 kuni namozshamda tarat elayotganda puxracha kiyingan bir necha saqchi kelib, birsi yoshurun hoyliga kirib sharat bilan uni chaqirib talog'i chiqib, oilasidagilarga bildirmay tutib ketgan. Shu kuni kech soat 11 da mingdan oshiq to'liq qurollangan harbiy va saqchilar kelib, harbiy holat yurgizib Zulfiqarni biz akatdiq, Hamidni tepib bersan deb qilmagan askariga qolmagan. Saray uyda uxlayotgan cho'ng akasi Mehmet Eminning o'g'li Rishadni ko'tarib chiqib 2 metr egizlikdan tashlagan. Pastda 3 saqchi yugurib kelib, gajgisiga dastlab uni bog'lagan. Buvisi bilan momisi balamni qo'yib, bola kichik qo'rqib kasal bo'ladi deb vaqirab-chaqirib qilgandan keyin Tursun ismli bir Uyg'ur saqchi hanzcha bir nimlarni degandilar, ondan qo'yib atgan. Bola shundala buvisiga eslab olgan. Momisi qo'rqib ketib yiqilib tushgan. Keyin saqchilar Zulfiqarning dadisini, aksi Said Ahmadni va Rishad qatorliq 3 kishini viloyatlik saqchi idorasiga olib, tong otqicha so'roq qilib qo'yib atgan. Ular uyga kelib, yotoq uyda 10 necha Xitoy saqchining uxlash uchun selib qo'ygan yotgan ko'plarda yo'ginib yetishganligini ko'rgan. Dadisi uyga kirsa, bir saqchi uni ishtirib chiqarib atgan. Saray uyga kirsa, Zulfiqarning opasi baq qo'rqib ketib, tili gapga kelmay paqirab o'tirib qolgan. Uy kechacha aqtirilib mulmatdan qilib etilgan. Nurg'un narsalar elib ketilgan. Nimalarni elib ketganligini uy egalari bilmaydi.
Nəvrisi Rishad shu kuni qattiq qo'rqib ketgan. Arqa cho'ng mengisi davomliq og'rib, izchil turda davolatgan bo'lsa-mu, unum bermagan. 1998 yılı 4 ayının 6 günü Zülfiqarni tutub ketib, ailədən dadısı, akisi Said Ahmed və çoğ akisinin oğlu Rishadni elib ketib, ətsi qoyub bərgəndən tatıb, Hamidni Qazaxıstan hökuməti Xitayğa qaytırıb bərgəngə qədər ailəsi intayın çoğ təhdid içində qalğan. Keç gündüz qurallı hərbi saqçılar balangni tepib bersən dəb qorqutub, qiyin əhvalğa düşürüb qoyğan. Sınalgı, önalgı aparatları ornatılgan maşınlarını oylağa akirib toxtub, buvay mumayını solab qoyub, oyla və öylərini davamlıq axtırgan. Ətrafqı türlük usul və türlük şəkildə casuslarını qoyub, nazarat qılıb turgan. Qiyin əhvalda qalğan buvay mumay keç gündüz Allah'ı jığlaş bilən gününü ötküzgen. Təhdid, qorquş, vəhimə, həm əndişə içində jığlab, axırı buvay mumay və nəvrisi Rishad saqsız bo'lib qalğan. Hadisi Zülfiyamның uyi başqa yerdə bolsa-mu, oxşaşlı təhdidə uçurğan. İdarəsi tərəfdən türlü kəmsitishlərə uçurab turğan. Muşu səbəblik nervisi acizlab, salamətligi gün sayın nacarlaşqan. Zülfiqarni 98 yılı 4 ayının 6 günü tutub ketgan. Dəsləbdə Zülfiqarni şəhərlik saqçı idarəsində soraq qılğan. Soraqda məsəl bolmağandan keyin saqçı xadimləri dadısığa Zülfiqarda çoğ iş yo'q, ət qo'y etimiz. Siz yaxşı tərbiyə bering, qalayımqan işlarga aralashmıсын degan. Ertsila viloyatlik saqchi idorasiga yo'tkab ketgan va bir hafta qiynagan. Bir haftadan keyin qo'liga ko'yzi silib, so'raqxonning par turbasiga chetib qo'ygan. Har xil usullarda qiynalganligi uchun azob qichidamagan Zülfiqar ko'yzini buzib qechib ketgan. Shundan keyin uni tutish buyrug'i chiqarilgan. E'lon chiqargan shu jarayonda saqchilar uyga kelib, balangni nega tiqib qo'yding deb buvay momayni parakanda qilishgan. Ko'plagan harbiy saqchilar uyda qilib yotgan. Zülfiqar qechib yurib, panolanadigan yer topolmay daryo bo'yi ko'rik atrofida mukinib yurganda, udul qo'shnisi Hamid ko'rib kelib, dadisi Abdurahmon orqali saqchiga xabar qilgan. Dal shu chaqda yari taz choy berman deb uyga boshlab akirib qo'yib, saqchiga telefon qilgan va yuzlagan harbiy saqchi bostirib kelib, qo'rshab tutib, ashliq va usulliq azobidan mag'dursizlangan Zülfiqarni qattiq urib, chala o'lik qilib elib ketgan. Shuningdan keyin hayot mamatligini ota-onasimi bilmagan. Bir oydan keyin bir juma kuni dadisi yo'q vaqtda uyga telefon kelgan. Apsi elib tinglashsa, Zülfiqarning ovozi. Zülfiqar o'zining hayotligini aytgan va dadisi yoki aksi Said Ahmed ikkisining birisi kelib, saqchida Qali degan bir qozoq boshliq bor, shuning bilan ko'rishsin deb bulishiga telefon uzilgan. Dadisi qaytib kelib ahvolni o'qib, atsi aksi Said Ahmedni avatgan. Said Ahmed saqchida qozoq boshliq Qali bilan ko'rishgan. Qali Zülfiqar biqinim og'rivatdi deydi. Doktorga ko'rsatmoqchi, 1000 so'm bersan degan. Said Ahmed, yenimda 600 so'm bor, 100 so'mni men elib qalay, deb 500 so'mni bersa, bo'lmaydi deb 600 so'mni elib qalgan. Va atkel do'stlik doktorxonasiga apirmiz. Bu og'riq uzundan bo'lgan og'riq, tayoqdan bo'lgan og'riq emas degan gaplarni qilgan. Said Ahmed atsi borsa 600 so'm pulni saqchilar bo'lishib elib, Zülfiqarni turmaga ochib yotgan. Shu kundan tartib Zülfiqarning bor yo'qligi ma'lum qilinmagan. Her ayının 15. günü cinayetçilerinin ata-analarını türmüge qabul qiladi. Balalarning ahvolini so'rab barsa, pul ber, boshqa narsa olmaymiz deydi. Ata-analar balalarga chidamay 100 so'm, 50 so'm, eng az bo'lgandimi 20 so'm berdi. Sababi turma tamoqni az berdi. Balalar to'ymay ochliqdan shishib ketgan. Nachar muhit, nachar tamoq tufayli turli kasalliklarga giribdor bo'lgan. Şuna turma saqchilari pul bersan kadrlarning oshgan tamoqlarini setib beramiz deydi. Amaliyotda mahbuslarga berilgan pulning 3/1-ni ko'rmaydi. Uning ustiga turma ichiga magazin ichib olgan bo'lib, bozor bahosidan 2 hassa qimmat lo'nga, sovun, tish cho'tkisi va tish parashogini mahbuslarga majburiy tanidi. Mahbuslar olmaymiz. Ata-onamiz qiyinchilik tartsimi, o'z yemay bizga tamoq elib yesin deb pul kirgizsa, sizlar qimmat bahoda bu narsalarni bizga tangsanglar bo'lamdi desa, turma saqchilari mahbuslarning o'zida bor bo'lgan narsalarni tartib elib ko'ydirib yotgan. Mahbuslar ata-onalarga pul kirgizmanglar, biz bahramon bo'la olmaymiz deb xabar chiqarishga majbur bo'lgan. Bu ish hozirgacha davomlashmoqda. Bu xil chekidan oshgan nohaqchilik Sharqi Turkistonda qachongacha davom qilar? Zülfiqarni turmaga solgandan keyin ata-onalari uning ahvolidan xabarsiz turganda, taftish mahkamasi balani sotga tushirib berdik, sotildi. Advokat taklif qilinglar deydi va advokatni uzr ko'rsatib berdi. Zülfiqarning ata-onalari taftish mahkamasi belgilab bergan
Seydalim ismlik advokatni 1500 so'mga yollaydi va sotqa qatnashishni talab qiladi. 1998 yili 11 ayning 16 kuni sot ochiladi. Saat 10da Zulfiqar boshliq 4 balni saqchilar sot maydoniga yalab akiradi. Ularning putida kishan, qo'li orqasiga bog'langan, chash soqollari o'sgan, ko'zi paqirab, chiroyi sag'irib ketgan. Ota-onalari uni ko'rib yig'laydi. Zulfiqar, yig'lamanglar, men hech nima bo'lmadim. Xitoylarga tomosha qilib bermanglar, deb tasalli berdi. Sot boshlanadi. Birinchi bo'lib Zulfiqar so'roq qilindi. So'roq jarayonida 3 daftar sotchining oldiga qo'yildi. Bu daftarlar Zulfiqarning so'roq xotirasi edi. Sotchi so'raydi. Zulfiqar rad qiladi. Sotchi sen burun turmada xirar bo'lib qo'l qo'ygan ekansan. Endi nima uchun yenib olsan deydi. Uningga javoban Zulfiqar turmada haram o'lib ketmay deb tayoq zarbasida qo'l qo'yib berdim. Keyin sotga chiqqanda qarashimni deyman deb qo'l qo'ydim. Ba'zisiga behush qilib, ursizlantirish usuli bilan qo'l qo'ydirib elishdi. Endi sotda oshkorlandi. Tekshirib ko'ringlar deydi. Advokatmi o'z fikrini berdi. Naq maydonda aybnomining 20 yeri xirar qilindi, qolgani rad qilindi. Faqat Zulfiqarning advokati bor bo'lib, qolgan 3 balning advokati yo'q edi. U 3 balimi Zulfiqarga o'xshashla saqchilarning qiynalganligini pash qiladi. Saat 17da sot oyoqlashdi. Sot oyoqlashishdan burun bosh sotchi fikring bormi deb so'raganda, Zulfiqar fikrim bor. Mening shaxsiy mulkimni qo'g'danglar. Meni tutganda yenimda 610 yuan pul bor edi. 400 so'mga olgan bibijerim bor. 180 so'mlik Misrdan ilib kelgan soatim bor edi. Saqchilar tartib oldi. Shuni ilib dadamga topshirib bersanglar deydi. Sotchi yezib oldi. Ammo u yezib olingan peticha qoladi, qaytarilmaydi. Sot tugab Zulfiqarni akatgandan keyin oilasi burunqidaklar uning xabarini bilolmagan. Bara-bara o'lim jazosi berdi degan tashvishli so'zlar chiqishga boshlagan. Ota-onasi surishtirsa, ko'cha gaplarga ishonma, bu haqda xabar yo'q deb javob berdi. 1999 yili 4-oyda Zulfiqarni viloyatdan shaharlik yangi hayot turmasiga yetkazgan. Bu turmaning tuzumi viloyat bilan o'xshashli pul oladi. Pulning yarmini mahbusga beradi. Tamoqni to'langan pulga loyiq bermaydi. Zulfiqarning dadasi surishtirib, 13-qarovuzda 6 balning birga turganligidan xabar tepib, turma boshlig'i orqali har payshanba kuni 50 yuan pul kirgizib bergan. Gayda dadasi tamoq ilib qolsa ajab emas, balam yer deb apargan yemakliklarini kirgizib berolmay, issiq suvoqlarda tinab yurgan. Ba'zida miskin chiroy ko'zi yosh qolgan. Biror qitim tamoqni kirgizib beralsa, apargan tamoqni balam yebdi deb xush bo'lgan. Mushu ish 99-yili 7-oyga qadar davom qildi. Xamitni ilib kelib Qo'rg'as, Kuytung, Urumchi, Chapchallarni aylantirib oxiri Ili viloyatlik turmaga akiladi va uzun o'tmay aksi Saidahmad va inisi Zulfiqarni shaharga yetkazgan. Shundan beri ikki turma orasida balam deb yurgan ota-onasi hadisi Zulfiyam va aksining balasi Rishad g'ashlik ichiga cho'nqur patidi. 2000-yili 8-ayning 15-kuni dadisi, apasi, nevrisi Rishad uchi Hamidni turmaga berib yo'qlab, apargan tamoqlarini kirgizib, Hamidning ahvolini bilolmay qaytgan. Dal shu kunlarning birida Zulfiqarning 99-yili 7-ayning 24-kuni o'limga hukm qilinib bo'lganligini anglaydi. Aslida hukmni yoshirin holda Zulfiqarga uqtiribla etib etmoqchi bo'lgan. Bu ishni advokatmi bilmagan. Bu ahvolni ota-onasi o'qib, advokat bilan sotga borganda hukmni tasdiq ko'rsatgan. Bu vaqtda hukmning vaqti 6 kun o'tib ketgan. Bu ishga norozi bo'lgan ota-onasi norozi bo'lib, arz yozdigan bo'lib qaytgan. 2 kundan keyin Urumchi oliy suddan kelib tekshirgan. Zulfiqarning dadasi sotchilar bilan ko'rishib arz bergan. Ular ahvolni aniqlab ketgan. Shundan keyin jim bo'lib qolgan. 2000-yili 2-ayning 20-kuni qotillik qilgan bir Xitoyni Zulfiqar bilan qo'shib sot qilib, turmush ichida atmoqchi bo'lganligini televizorda e'lon qilgan. Zulfiqarni maxfiy tutgan. Shu vaqtda oliy suddan to'xtatish to'g'riliq buyruq kelgan va 23-esa oliy suddan tekshirishga adam kelgan. Shuning bilan bu ish yana to'xtab qolgan. Qotil Xitoyni atmay yetkazgan. Aradan uzun o'tmay turma doktori telefon orqali hadisni chaqirtgan. Hadisi barsa Zulfiqarga yara chiqib qoldi deb chaqirtganligini aytib, davolashga pul talab qilgan. Ammo pulni elib, ota-onangga demaysan, desang chatoq deb tahdid silib qaytarib o'tgan. Hadisi 10 kundan keyin dadasiga ahvolni ma'lum qilgan.
Dadisi anlab sotqa berib ahvolni aytsa, biz bilmaymiz. Saqchiga barg'in degan. Shuning bilan viloyatlik saqchi idorasiga berib surishti qilgan. Xitoy boshliq bilan Tursun ismli saqchi shaharning xato qilibdi. Biz surishti qilayli. Tursun etilsimi saqaytib etildi deb javob bergan. Dadisi davomli surishti qilgan. Natijada Zulfiqarning qattiq og'rib yotganligi, shu holatda turma doktorining qari bo'lmaganligi ma'lum bo'lgan. Shu kunlarda taftish mahkamasining bir xodimi xizmat munosabati bilan kelib, Zulfiqarni ko'rib, ahvolining yomonligini ko'rgan va turma boshlig'ini chaqirib, Zulfiqarni ko'rsatib jiddiy davolashga tashabbus qilgan. Shundan keyin turma boshlig'i doktorni chaqirib davolashga buyurgan. Doktorning aytishicha, Zulfiqarning yuragining ustiga bir yara chiqib, bora-bora cho'ngib ketganligi, tamoqdan zaharlanganligi ma'lum bo'lgan. Bu qon bilan munosabatlik, sirtda bo'lmaydi, turmada paydo bo'ladi. So'ngakka o'tib ketsa xatarlik degan va shundan keyin davolashga o'tgan. Asli yoshirin holda zaharni tamoqqa selib, zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan. Buni Oliy sudning sudchilari sezgan. Oshkorlanib qolganda hadisi bilan oilasidan pul elib davolagan. 1998 yil 7-oyda Ara O'stanlik Urayimjon ismli odamning Fayzullam degan o'g'lini Zulfiqarni zaharlagandek zaharlab o'ldirib o'ligini bergan. Yana bir balasi hozirgacha viloyatlik turmada birinchi hukmda davlatning 50 yillik to'yiga G'uljidan 19 balani qurbonlik qilib to'y o'tkazmoqchi bo'lishgan. Biroq pash bo'lib qilib xalq bilib ketgan. Shundan keyin zaharlab o'ldirish qasdiga o'tishgan. Paket Zulfiqarning aksi Said Ahmadni tutib ketgandan keyin dadisi viloyatlik saqchi idorasiga berib, siyosiy bo'lim boshlig'i Jang Yovgang bilan ko'rishib, Said Ahmadda gunoh yo'q, qo'yvat deganda, tunogin kelininga hamma gapni dedim. Shuningdan so'ra degan. Dadisi kelinidan so'rsa, Zulfiqar Hamid chiqisning sababi bilan bizning saqchilarning nechisi o'ldi. Biz shularning qisosini olamiz degan. Shuningdan keyin bir mazgil tinch holatni saqlab turib, 6-oyning 14-kuni Wang Lochining suiqasd planlanishi bilan 130 Uyg'ur balani bir kun 1 soatda maxfiy o'ldirgan. Shuningga qo'shibla jili yuzda Zulfiqar, Olimjon, bir janoblik bola, yana bir bayandaylik bola va yana biri noma'lum 5 balani maxfiy etib etgan. Uningdan burun Said Ahmadni Urumchi 4-turmaga yo'tkab ketgan edi. Dadisi Zulfiqarni surishtirsa, jimjit, xotirjam ishingni qilaver deb javob berganligi uchun Said Ahmadni yo'qlab kelishga ketib, bir haftada yana 6-oyning 13-kuni qaytib kelgan. 6-oyning 13-kuni kechda saqchilar kelib dadisi, opasi va kelinini ilib ketib, G'uljinoya jili yuziga chiqib, sud mahkamasining bir uyiga solab qo'ydi. Atgan soat 7da Naya turmasiga apirib, birinchi bo'lib Zulfiqarning ota-onasini akirib ko'rishtirdi. Turma oilasining o'ttirisida bir kiygi silliqlik turgan. Zulfiqar chozi qurib darvoza tarafga qarab o'ltirgan. Dadisi opasi yaqin borganda, Zulfiqar o'rnidan turib salom berib ko'rishgan. Shuning bilan ota-onasi o'zini tuta olmay yig'lab quchoqlashib ketgan. Zulfiqar oyat, hadis o'qib ota-onasiga sabr qilish to'g'riliq ma'rifat qilib tasalli bergan. 5 minut bo'lmay vaqt to'shdi deb ota-onasini chiqarib etgan. Zulfiqar qarab qolgan boshqalarni shunday qilgan. Hadisi Zulfiyamni, akasining o'g'li Rishadni Zulfiqar bilan ko'rishtirmagan va boshqalarni yaqin keltirmagan. Shundoq aldirab tayyorlab qo'ygan mashinaga silib, sut oshmay tezlik bilan chiqib, qozonchining G'ulji teg'ining bag'riga opirib etib etgan. Va dadisi bilan akasining o'g'li Rishadni mashinaga silib, "Mana balang" deb o'ligining yoniga opirib qo'ygan. Dadisi o'ngda yotgan, ko'zi ochiq Zulfiqarni ko'rgan. Dadisi bosh ko'zini islab suyib razılık bergandan keyin uning ko'zi yumilgan. Dadisi Zulfiqarning enkina chetib bo'lib putini chatay desa, putida kishan turgan. Shundan keyin saqchi kelib elib etgan. Bu kishan Zulfiqarning putida 3 yil turgan. Puti quruq so'ngak bo'lib ketgan. Qo'lining ko'zi salgan yeri izilib, bir barmoq patqudek bo'lib qolgan. Dadisi Allohni a'lo qilib yig'lasa, askarlar kulishib ketgan. Dadisi kiyimlarini soldirib badniga qarasa, saq yeri yo'q, butunlay cho'ng kichik tayoq izi va kuyuk izi bilan to'shib ketgan. Shu asnoda imom mezin deb 3 kishini elib kelgan. Imom kelib dadisiga yig'lamang, bolangiz shahid ketdi. Sirtqi ishtonni soldirib eting, ko'sar qolsin. Kepanlab bo'lib qabrga qo'shib ko'miytimiz degan. Shuning bilan dadisi 2 dona shankuni soldirib, yeniga qo'yib qo'ysa, bir saqchi elib ketib, 3 bolaning ishtinini qo'shib ko'ydirib etgan. Shu chaqda butun sayni 50 qadamda bir avtomat va kaltak tutgan, qo'yin qalpoqli birdan absharga yetilgan 200 dak askar qoplab ketgan. Zulfiqarni kepanlab namozini tushirib bo'lib, Olimjon degan bola bilan bir yerga qo'ygan.
Ularni yerlikka qo'yib bo'lib qarsa, askarlarning birsimi qalmay g'oyib bo'lgan. Dadisi yolg'iz qaytgan. Shuninggacha hech kim hukm e'lon qilganligini bilmagan. Dadisi uyga qaytib kelgandan keyin bilganlar patiga kirishga boshlagan. Atrofni saqchi va jasuslar yoshirin charlab turgan. Aradan uzun o'tmay markazdan boshliqlar keldi. Viloyatning shujisi Jangolang boshliqni qo'yib agash kuchini etibsan deb tanqid qildi degan so'zlar tarqaldi. Bu so'zlarni anglab ota-onasi Hamiddan qattiq ansirab andishiga tushib qoldi. Birinchi sudda advokatni 1500 so'mga yollagan. Ikkinchi sudga qarata advokat yana 2000 so'm elib, sud vaqtining xabarini bermoqchi bo'lgan. Ota-onasi ikkinchi sud ichiladi deb xabar kutib turgan. Ammo sud ashmay xalqdan mahbiy holda chiqib etayotgan. Advokat Seydalim 2000 so'm pulni qaytarmagan. Sud o'zi belgilab bergan advokatni inovatsiz qilgan. Keyin dadisi sudga berib, nima ish qilgani uchun balamni o'ltirsizlar deb so'rasa, qozoq sudchilar biz bilmaymiz. Biz bir to'p qog'ozga ega bir haykal deb javob bergan. Hozir Eli rayonida hukumatning besimini ayt kuchlik. Ularga moslashib yordam qilayotgan yana shu munofiqlardir. Masalan, Misrda Zulfiqar bilan birga o'qib kelgan Nurdin Jamoliddin, Murad Abduqodir deganlar Misrdagi ishlarni, qulcha kelgandan keyingi ahvollarni to'liq pash qilib isbot yezib bergan. Yana shuningga o'xshash sabdoshlari o'zini aqlab hamma ishni Zulfiqar bilan Hamidga yuklab qo'ygan. Oxiri berib Zulfiqarni Xitoy qulida o'ltirishga yordam bergan. Ammo Zulfiqar Hamid sabdoshlarining birsini tishlab tortmagan. Aksicha aqlab chiqqan. Buniga Zulfiqar bilan sudga bila chiqqan Tursun, Ablikim, Abduvali guvoh bo'la oladi. Hamid sud jarayonida sudchilar nima uchun partiyaga qarshi chiqding? Xo'jayining kim? Boshliqing kim deb so'raganida, mening xo'jayinim yo'q, boshliqim yo'q. Misrda o'qiyapsam G'ulji fevral voqeasi bo'lib, mening millatim va qarindoshlarimni kommunistlar vahshiylarcha qiynab o'ldirdi. Shuningga chidamay qisos elish uchun shunday qildim deb javob bergan. Shu chaqda sudchi va saqchilar bu akukalarga ajablanib qolishgan. Zulfiqarni choy berman deb uyiga boshlab kirib tutib bergan. To'qimchilik fabrikasida o'ltirishlik yari taz deganga Zulfiqarni tutib bergani uchun hukumat 13,000 yuan mukofot bergan. Undan boshqa Zulfiqar saqchidan qochib daryo bo'yida mo'kib yurganda Zulfiqarni udul qo'shnisi Hamid ko'rib, dadisi Abdurahmonga degan. Abdurahmon yari taz bilan bir vaqtda saqchiga xabar qilganligi uchun hukumat uning mukofot bergan. Soni aniq emas. Zulfiqar Muhammadning bu kechirmishi minglagan Uyg'urlar ko'rayotgan ahvollarning tipik bir misoli. Sharq Turkistonda navbatda yuqorqidek ahvollar ajablanarli ish emas. Saqchi odamni tutib ketgandan keyin javobsiz, deraksiz yo'qitib etadigan ahvollar doim ko'rilib turdi. Har darajalik qonun o'rinlari Uyg'ur xalqining qonuniy huquq manfaatini emas, balki Xitoy hukumatining manfaatini qo'g'daydigan vositadan iborat. Yerli xalq insoncha yashashdek eng oddiy erkinlikdan mahrum qolgan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan dahshatli zulmi kun sayin og'irlashmoqda. Suyimlik radio anglg'uchilar, programmamizning oxirida radio anglg'uchilarimizning talabiga asosan milliy mujohidimiz va shehidimiz Zulfiqar Muhammadning turmada onasiga yozib qoldirgan Yig'lama ona nomli she'rini qayta diqqatingizga sunmoqchimiz. Sirdishingdim azaldan mehribon onam. Kulgan idim kulganda qayg'udumu ham. Bo'lgan idim ro'y uzuq sen uchun hardam. Rozi bo'lg'in balangdin yig'lama ona. Men safarga mang'anda yig'lagan idim. Nega borsan balam deb to'lagan iding. Ayrılsam senden ne qilarman demaganmidim. Oq yo'l tili balanga yig'lama ona. Ayrıldın sen can ana hazır balangdin. Ayrıldın balangdin yürek parangdin. Ayrıldın otu bar bir balangdin. Baxtili balanga yig'lama ana. Xoinlar qo'limga yuk qo'ysa salsa, oldingda ishtirib so'rab apmangsa, mag'rur tur yosh to'kma, bushkalab tursa, faxrlan o'g'lingdin yig'lama ana. Kofirlar to'qmigi tagsi beshimga, itleri xiris qilib kelsa kishimga, ichingan senmiding gudak ishimga,
ah balam deb sarılınıp yığılıma ana. Yüzümge kaçaplar teysi vurulup, putumni kişellep sep koyuz kulup, ap mаңсы aldığında sana körüstüp, hasretli moğlunu yığılıma ana. Kapırlar kuluda çıksın mı cinim, sel bulup ahsımı kıpkızıl kınim, hayatım azizim ah balam cinim, hasretli moğlunu yığılıma ana. Allah dep tutulduk yanmaymiz hergiz. Allah'ның buyruğu boyunda qariz. Şonlaşqı bildik biz cihatni fariz. Kapırğı yalvarıp yığlama ana. Balağını paş qıldı dostum diyenler. Közüngni yaş qıldır sırdaş diyenler. Özünü paş qıldı yoldaş diyenler. Sabırcan yigitmen yığlama ana. Sabır qıl can ana sabrini dostum. Oylusan balağını Kur'an'ı dostum. Şu çağda buludu ahiren tutup. Hoşal bol kayguru yığlama ana. Zindanda haqiqi oğlallarың var. Kapırğı hırs qıp muş atqalları var. Cininden vaz keçken palvallarың var. Haqiqat pervermen yığlama ana. Tiligin Allah'tın bizlerge medet. Kılganda her vakit taat ibadet. Haqiqat ölmeydi mengü ta abad. Haqiqat haqdır fakat yığlama. Sen razı balandın Allah mı razı. Razı bol balandın bolmun arazi. Oyğın asıda bulur cenneti. Razılık olayman yığlama ana. Hürmetli radyo ağlıqçılar, yuqorida Uyghur Avazı radyosunun Uyg'urcha anlatışını to'xtalarga sunduk. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Kelar qatimliq anlatışımızda ko'rishaylik. Xayri xo'sh.